Tulki bilan turna bir bor ekan, bir yo'q ekan. Och ekanda to'q ekan. Bo'ri bakavul ekan, tulki yasavul ekan. Kunlardan bir kuni tulki bilan turna do'stlashib qolishibdi. Hatto ular opa-uka tutinishibdi. Kunlarning birida tulki turnani mehmon qilib chaqirmoqchi bo'libdi. "Albatta kelgin azizim", debdi u. "Juda yaxshilab mehmon qilaman." Turna mehmon bo'lib kelibdi. Tulki ovqat qilib, likopchaga suzibdi. Keyin u likopchani turnaning oldiga qo'yibdi-da, "Ol azizim, ol. O'zim pishirdim. Ola qol", deyaveribdi. Turna tumshug'ini likopchaga taq urarmish, og'ziga hech narsa ilinmasmish. Tulki bo'lsa, bu vaqt ichida ovqatning hammasini o'zi yeb, yalab qo'yibdi. Ovqat tugagandan keyin tulki, "Aybga qo'shmaysan-da, jon do'stim. Yaxshilab mehmon qilishga boshqa narsa topa olmadim", debdi. "Shunisiga ham rahmat, azizim. Endi menikiga mehmon bo'lib borgin", debdi turna. Ertasiga tulki turnanikiga mehmon bo'lib kelibdi. U har xil sabzavotlardan solib, sho'rva pishiribdi-da, ovqatni og'zi ingichka ko'zaga suzib, uning oldiga qo'yibdi. "Ol do'stim, yeyaver", debdi turna. "Rostini aytsam, boshqa durustroq ovqat qila olmadim. Tortinmay olaver." Tulki ovqat solingan idish atrofida gir aylanibdi. U yog'iga o'tibdi, bu yog'iga o'tibdi, bo'lmabdi. Yalab ko'ribdi, iskab boqibdi. Baribir uning ichidan hech narsa olib yeya olmabdi. Nega deganda, boshi ko'ziga sig'mabdi-da. Bu vaqt ichida turna cho'qib hamma ovqatni yeb qo'yibdi. "Aybga qo'shmaysan-da do'stim. Durustroq mehmon qilay desam, boshqa hech narsa yo'q." Tulkiga rosa alam qilibdi. Chunki u bir haftalik ovqatimni o'sha yerdan yeb kelaman, deb o'ylagan ekan. U bir haftalik ovqat tugul, tuz ham tatimay uyga qaytibdi. Qilmish qidirmish deganlaridek, tulkining qilgani o'ziga qaytibdi. Shundan keyin tulki bilan turna yuz ko'rmas bo'lib ketishibdi.